怪物数学小分队。 At üstündeki məxluqlarning bosh qetiqchiligi. Markes, menga yana o'yinchiqqa kelib bergin-a? Oy, seningchi bu o'yinchiqlar jiq emasmi? Tig'i yetarlik emas. O'yinchoq rostla ko'p bo'lib ketibdi. Chaqiraq ekran doim govini qo'rqitib yetadi. Chiqraq ekran. Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda g'alati maxluq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluq matematika paydo bo'ladi. Bular irqi 3 g'alati maxluq ekan. Yaxshilar, g'alati maxluq. Yaxshi masala, g'alati maxluq matematika atirdikilar. Biz bek hayajonlanib ketyapmiz. 3 g'alati maxluq doim bek hayajonlandi. Shundoq. Chunki bugun bek hayajonlangan ish bo'ldi. Shunga bek hayajonlanib ketdik. Sizlarni undaq bek hayajonlantirgan qizlar qandaq ish? Bosi do'konning oldida bir yangi ot bor ekan. O yaxshi ot maxluqi. Uni eng yaxshi ot deyishga bo'ladi. Eng qaltis. Vah, anglamoq intayin qaltisatda qiladi-a? Mening ot mingim kelyapti-da. Bizning shu. Biroq biz minamidik. Nemishqa minamidinglar? O midirlama emasmi? Biz pul selish eg'iziga pulni saldik, biroq u ot maxluqi midirlab qo'ymadi. Ha? Ozroqmi yaxshi emas-ku? Shunda ozroqmi yaxshi emas. Kichik maxluqlar ansirmanglar. Biz sizlarga yordam qilamiz. G'alati maxluq matematika atatikilar hozirda yo'lga chiqadi. Biz amal qilib yog'och ot maxluqini harakatlantiraylik. Biz chuqur g'alati maxluq matematika o'qimidan foydalanib hal qila olamiz. Shundoq, chunki g'alati maxluq matematika o'qimi har qanday masalani hal qila oladi. Albatta, chunki g'alati maxluq matematika o'qimi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maxluq matematika atirtiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamizlar, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askarning so'ziga muhtoj. U bizning vazifani o'rganishimizga yordam berdi. Raqamli maxluq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika askarning so'zi birla emas ekan. Pek ko'p ham az. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganingizda biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangladinglar. Doim qaltis. Uning vaqirga ovozini anglasangiz, biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangladinglar. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Bak ko'p. Kam. Hozir demaysan-ku, kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganda andin ekan. Ha, ma'qul Lili. Men bak hayajonlanib ketyapman. Ta'xir qilmay qoldim. G'alati maxluq matematika atirtirkilar, biz o kichik maxluqning ot minishiga yordam qilaylik. Vah, g'alati maxluq matematika atirdikilar ketdi. Vah, bu qarmoq intayin qaltis otda ko'rinadi-ku. Agar biz uni harakatlantiralsak, texmi qaltis bo'ladi. O aslida oldi kayda harakatlanadi. Avra qaranglar, tangi pul salaylik. 1 2 Ondan biz sakrash paliqiga chiqib, sakrab otga chiqamiz. Tez harakatlan g'alati maxluq. Ko'rdinglarmi? U ozroqmi harakatlanmadi. Men masalan qayerda ekanligini bilganda qildim. Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Bak ko'p ham kam. Ko'pchilik tayyorlanib bitdimi? Biz birlikda deylik. Men 3 kishi sanayman. 1 2 3 Bak ko'p ham kam. Qaranglar, muvaffaqiyat qozondik. G'alati maxluq matematika ko'rsatkich ekrani keldi. Bir g'alati maxluq qiymalik bo'lib setib olmoqchi. O qancha pul xizsiz andan uni setib olaydi? Bir g'alati maxluq tangisi bo'lamdi. Bo'lmaydi. Bir g'alati maxluq tangisi qiymalik bo'lib setib olish ketmaydi. Ikki g'alati maxluq tangisi-chi, yana qiymalik bo'lib setib olish ketmaydi. Undaqda 3 g'alati maxluq tangisi-chi. Bo'ldi. Endi qiymalik bo'lib setib olish qiynadi. G'alati maxluqning bir narsa yeyishimi baki g'alati. Mening qiymalik bo'lgam. Bu bizga 5 ton yordam bo'ldi. Ichir qilgan g'alati maxluq 3 ton tanga pul sarf qilib qiymalik bo'lib setib oldi. Shunda bir ton tanga kamlik qiladi ekan. 2
2 tal tangimi kamlik qiladi ekan. Jazmlashtiraymanki, biz kamning ma'nosini bilib olsak, ondan bu yog'och otni harakatlantiraylik ekanmiz. Chunki kam degan so'z matematikada bilib bo'lgan ekan. Biz g'alati matematik qumdan foydalanmaylik. Oy! Kichik maxluqlar, bizga ko'z tiqinglarchi. Sizlar otni midiriltish uchun nima ishlarni qildinglar? Biz bu tangilarni mushundoq o'xshash soldik. 1, 2. Anda biz sakrash tayoqiga chiqib otga mindik shu. Tez harakatlan g'alati maxluq. Bu yerga qaranglar. Qancha sal tangi solsak, ondan bu otni harakatlantirgil bo'ldigan do'st. Biz sinab boqaylik. 1, 2, 3 tal tanga. Biz 1-2 tal tangi solgan. Sizlar 2 tal tanga silibsizlar. Lekin bu yerda 3 tal tanga silinglar debdikan. Shunga albatta sizlar 3 tal. Ha? Men bildim. Menimcha sizlar o tangini yog'och otning og'ziga selinglar. Ko'u. Menimcha bu bundaq masala emas. Biz 3 tal tanga solsak, ondan otni mingili bo'ladi. 2 tal tanga kamlik qiladi deganlik. Ha, to'g'ri. Men bildim. Tanga yetarlik emas. To'g'ri. Menda yana bir tal tangi bor. Biz sinab boqaylik. 1, 2, 3 tal tanga. Tez harakatlan g'alati maxluq. Hey, nima ish bo'ldi? Ular yetarlik tangi pulni soldi. Yana nima masala chiqqandi? Sizlar raqamlik maxluqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati maxluq matematik maxfiy askartma so'zini deyishimiz kerakligini bildirdi. Bak ko'p ham kam. Men 3 sanayman. Boshlanglar. 1, 2, 3. Bak ko'p ham kam. G'alati maxluq matematik ko'rsachi ekrani keldi. Biz g'alati maxluq kiyimiga chiqmoqchi bo'ldi. Kiyimi layliyolmay qoldi. Kiyimidagi g'alati maxluqlar bak ko'p bo'lib ketibdi. Bir g'alati maxluq kiyimidan tushdi, biroq kiyimi yana layliyolmay qoldi. Yana bir g'alati maxluq kiyimidan tushdi. Ko'rdinglarmi? Kiyimi hozir layliyoladi. Kiyimida 3 g'alati maxluq qolganda kiyimi layliyoladi. G'alati maxluqlar, sizlarga oq yo'l tilayman. Manzilga yetib borganda bizga deyishni unutib qolmanglar. Bizga bek cho'ng yardım bo'ldi. Dastlabda g'alati maxluqlarning soni ko'p bo'lg'achqa kiyimi layliyolmay qoldi. Sizlarcha bek ko'p bo'lib ketish bilan ot o'yinchiqning munosabati bormi? Balkim shundaqdir. Biz yana bir qatim sinab boqaylik. Bo'ladi, kichik maxluqlar. Tangi pulni selinglar. Bo'ladi, Markus. 1, 2, 3 tal tanga. 3 tal tanga yetarlik. Tez harakatlan g'alati maxluq. Yana bo'lmadi-ku. Qaranglar, bu otga qancha g'alati maxluq minsa bo'ladi? 1, 2. Undaqda otning ustida qancha tal g'alati maxluq bor? Biz birlikda sanab boqaylik. 1, 2, 3. Biroq yog'och otga 2 g'alati maxluq minish kerak. Bu deganlik. Ha, men bildim. Yog'och otning ustidagi g'alati maxluq bak ko'p bo'lib ketibdi. To'g'ri, ko'p bo'lib qopti. Biz bak ko'pning ma'nosini bilib oldik. Kichik maxluqlar, biz yana bir qatim sinab boqaylik. Biz tushib ketaylik. Tez harakatlan. Vau! Bek tez harakatlanib ketdi. Yog'och ot maxluq. Men seni tutib olay. Men seni tutib olay. Men sinab boqay. Yog'och otda cho'qim masala bor. U bunda g'alati maxluqlarni silkib chiqarmas bo'lmaydi. Bunda o'z xatarlik. Bunda qilishning asosi yo'q-ku. Chunki yog'och otning ustidagi g'alati maxluq bak ko'p bo'lib ketdi. Shunga bir necha tushib ketdi. To'g'ri.
Yana nima masala yuz bergandi? Xaliti maxluq matematika atratikilar o'ylab baqayli. Eng dastlabda yog'och otda 3 xaliti maxluq bor edi. Shunga yog'och ot harakatlanmagan. U vaqtda g'alati maxluq bek ko'p bo'lib ketgan. Shundoq. Ondan keyinchi. Ondan yog'och otga birdan xaliti maxluq mindi. Shuning bilan bek tez harakatlanib ketdi. To'g'ri. Buning demoqchi bo'lgani. Men bildim. Yog'och at maxluqi kontrolligini yo'qotdi yoki uning qo'risi qochib ketdi. Undaq emas. Buning demoqchi bo'lgani yog'och otga 2 xaliti maxluq minishi kerak. Shu bir xalit maxluq kam bo'lib qopti. To'g'ri. Men yana bir bilimni o'rganib oldim. U bo'lsa-mu kam. Menimcha yog'och otga 2 xalit maxluq minishi kerak. Amza başlayalım. Tez hareketler Halit Mahluq. U oxiri harakatlendi. Qaltis yog'och atgan bu. Yaxshi qildinglar xalit maxluq matematika atratikilar. Biz kichik maxluqlarga yog'och otni minishga yordam qila oldik. Biz bek ko'p ham kamga munosabatli bilimni o'rgangashga, shunlashqa qalbi qila oldik. Şuna albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish ortayli. Hamsi 3 sanayman. 1, 2, 3. Biz matematika bilimini g'alaba qozondik. Keyingi navbat man keldi. Vah!